Assalomu alaykum namanganlik qadrdonlar, ham yurtlar, ham shaharlar. Mana 28-may kuni har yili Namanganda o'tkaziladigan bir ajoyib bayram bor. Bu dunyo bo'yicha bayramga aylandi. Shu gullar bayrami. Mana shu gullar bayrami hammamizga muborak bo'lsin. Shu yurtimizni mana men ham o'zimni bog'imdagi mana o'sha kelinchak degan mana kelinchak degan gullarni oldida turib sizlarga gapiryapman. Mana shuning uchun Xudoyim sog' bo'linglar. Mana shu kun hammamizga muborak bo'lsin. Qatnashinglar. Buni ko'rmagan armonda qoladi. Ajoyib san'atkorimiz O'zbekiston xalq artisti shu Yulduzxon Usmonova ham ajoyib chiqishlari bor ekan. Marhamat qilib kelinglar. Bahramand bo'linglar. Menimcha dunyo bo'yicha Namanganga o'xshagan gullar shahri yo'q. Bizning O'zbekistonimizda mana shu gullar shahri Namangan bo'ldi, boshqa joy yo'q. Xalqi sog' bo'linglar, mehnatkashsizlar, omon bo'linglar. Men o'zim nomimdan, hamkasblarim nomidan muborakbod etaman. Zo'r o'tsin.